Assalamu alaykum, hurmatli bo'lib turgan munosabatlar, sog'liqli salomatmisizlar. Sizlarga bir xush xabarimiz bor. Realisat video qo'ydim. Toza ustaxona haqida. Tak, Toza ustaxona ikkinchi filialimiz ochilyapti bizlarni. Shavot Urganch yo'lida bo'ladi. Uni o'zini postlatib qo'yaman. Hozir bu yerda mana bu ikki mashinamizga bedeshlarni qatordan ishtirib, mana bu ikki mashinamizga eshiklari ligirovka bo'ladi. Eshiklari osilgan ekan, ligirovka bo'ladi. Taqdirdan yerlari bor. Aldana 70 tane o'shga urib berdik. Biratimiz nolat zerikarli bo'lgan ekan, ustidan 30 ko'p beratimiz 100 ko'ncha bo'ladi. Ikkinchi qati. Orqa labo'yi oqargan ekan, o'zlari boshqa turgan ekan, oqargan ekan, so'v ko'rdik. Boshqatdan tatib beratimiz. O'zi buni aytiladigan ishini aytishamiz. Bizga xudo xolasa, yana bani 15-20 kuni ustaxonamiz tayyor bo'ladi. Shuna tayyorgarlikka tutdi. No tayyorgarlik desangizlar, misol uchun namzanni yashamiz yana Malibu mashinani orqalarini fillat tutdi. Sotga etib, yetganimizda fillat tutdi. İşçilerini, ne desem bağlarını, komandlarını şuna tayyorlatdimiz. Ben tarafta o'zim yana faqat yine görüp, doğrusu her bir işini yaşaradığın sırrı var. Her bir işini kaçırımı var, her bir narsani aytıladığın yeri var, aytılmaydigan yeri var. Ben YouTube'a ilacı barıca aytışa hareket etdim. Hop. Misal üçün yine eldingi 2 ayına server zonamı özümü tanıyormuş tuttu. Evet ben uğrar edim. Azı bulut tuttu. Şimdi de berem yürüdü, yanam yürüdü. Şunu bargallarınızda ideal et çıkarıp verecek hareket ettim bana. Yani zanlı için yiyorsun. Yani kendisi şöyle bargalım olsa ayıp veremem. Hop. Maşını yak koyutmuş sebebi akıllarda oturup kalış ihtimali var. Lebeyiz abi. Ziyarim gel. Erten öz yer ne vakit gideceğini görüp oturasın. Hop. İnanca. Bir şey çeksen ne için sebep? Oldu yani. Yani olan bir şey. Oldu. İnanca korkma işte arkaya. Bu şart emas. Bu kameradan kork, başkadan kork. Sıla boydun durup işte. Bu mali bu olsun, takı olsun, sıla boydun durup işte. Boldu. Özün bilgenince işte. Hiç yerine kırmızı çizimi çıkarıp versen boldu. Hatta alırganda kızanlaram, sızanlaram cevap verip desek boldu. Şu nerseye. Arkayın işte. Hürmetli abunasılarımız, Xudo kalasa ne olur desem ya, ne derim bilmedik ben doğrusu. Berimizde kaladığın nerseni aytama. Tushuntirib o'taman. Damoz full komplekt vech qoladi bu yerda. İstiklal podiumniki deysizlarmi, Lilium deysizlarmi, hamma narsasi qoladi. Keyin bu yerda iloji boricha bir xil modelni aytib, yo bo'lmasa 2 xil model aytib, monitorlarni qoldiramiz. Kamera yana yetadi. Bu yerda media chudavajda chiqib ketadi. Media chudavajda yana misol uchun assistent chiqib ketishi mumkin bu yerda. Keyin İnanın balon qilib turadigan, orada telefon qo'yadigan narsalar yetadi bu yerdan chiqib. Quri ko'zga ko'rinadi, vaja qoladi. Damoz bolalar, fotolog bolalar shu vajda chiqib ketadi. Tonirovkalar hammasi qoladi. Tonirovka bo'yicha assortiment aytib qo'yamiz. O'zi to'g'risini aytsam, endi bir ko'nglimda endi tonirovkalarni kelib, assortiment aytib, ona yaqin narsa kelib, endi taqvamda toza yere chiqishi haroratli komanda bilan. Sababi o'zi klientimiz ko'p. Xudoga shukr. Ve anda ulurak yer çıktı. Ben yine 4 maşin giradi 10 yer. Şunu çıkarışa hareket ettik. Zakonyen şoğlanatımız, Xudo kalasa 20 günün içinde bağlarını kemiz sürdük için taklıyımız. İnanacağım başka bağlar, zoniyle emmesini kemiz sürdük için taklıyımız. Bunu taklaş için kendi laboyunu, Nexus'unu kendi laboyunu çıkarışırken, kendi laboyunu özüne ekkelip, kusok plönkelerini urdusturup, feilletip, başka etip, imdesini yol edip, bu onu işlerini getirdi. Bu birinci mesele, özü açık yapayım ben. İkinci mesele bo'ladigan bo'lsa, şahit bağlar hakkında. Şahit bağlarını bemalol DSL alamiz. Yo'nalishini qarab. Tanirovka, avtoelektrik, eshik ligirovka, вообще farqi yo'q. DSL pulini gaplashib olamiz. Puli telefon nomer qoldiraman. Pulincha so'm bo'ladigan bo'lsa, dek qiziqadigan, farzandlaringiz bilan boshqa bo'lami? Şahit alamiz. Muammosi yo'q. Şahit olgandan hech chiqib oladi. Misol uchun keladi, bolaga qarab 40 kunmi, 1 oymi, 2 oyning ichida ustad chiqaramiz. Usta payta belgesi berberimiz. Mamması. Hamma narsani ikkinchi o'rgatamiz. Xalosa o'zi boshqa garajda ishlasa, xalosa biz unga foiz qo'yamiz. Misol uchun falon foizdan ishlashamiz deymiz. Bir mashinadan falon so'm olasan, yo bo'lmasa falon so'm bizga berasan deb foiz qo'yamiz. To'g'ri kelsa ishlashaveramiz. O'zi bu endi sizlarga to'liq obzor etmayapman. To'g'rimi? Aytganmizmi yo? Sulaymon?
to'liq obzor etamiz. To'liq obzor bo'ladigan bo'lsa, manzilni ham shu yerda tushuntirib o'taman. Bir 100% ishlaydi. Azangi shu 8:30-9 dan kechki 10gacha ishlaydi. Ben tarafimiz Qo'shko'pir bo'ladi. Qo'shko'pirdan kelaverishda quruqqa yetmay, bunday tumalaq quruğumuz bor. Zomberib do'sti va quruqqa yetmay Dash bozorimiz bosh yerda G'ofurlarning chaqana yonida. Bu yerda qilinadigan ishlarni endi sizlarga tushuntirib chiqaman. Necha minut bo'ldi, Inomjon? Necha minut bo'ldi? Bu yerda o'bshi 3 dona boks bor. O'rta boks bizaniki bo'ladi. Yonimizda motor xodoy, yonboshimizda motor xodoy bor. Bu yerda zapchas bor. Kelaver, zapchasdan yo'sib beraman shu bola. Qaranglar. GM mashinalar O'zbekistonda eshikbeklikka eng mashinalar, GM'lar hamma mashinani zapchasini ekkak qo'yamiz. Muammosi yo'q. Qarang emasmi? Suyetni yaqinmi? Ekkak qo'yamiz, unda suyet qo'shib bersang. Ekkak qo'yamiz. Agarda bizlarda yo'q bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali oldirib beramiz. Sizlarni bo'lgancha bor, boshqa degan avvora yarchilik bo'lmaydi. Bu yerda xodovoy motor zapchasida ko'p. Bizlarda aksessuarlar bor. Bizlarning boksimizda aksessuarlar turadi, bu yerda aksessuar durmaydi. Motor xodovoyning o'zlari. Barcha turdagi deyarli optollar, yana yo'rtuslar, antiprislar, salon filtr, yana medachuda bond, g'aychi bir nima desam ekan, niyabi topilmaydigan narsalar bor-ku, yana misol uchun topish qiyin bo'lgan narsalar, meda detallarcha bor, vozdux filtr, hamma narsani ishoratga qo'yamiz. Bemalol kelsangizlar, zamina maslahat mashinalaringizni optoldan almashib yetishingiz mumkin. Sharoitni aytib qo'yamiz. Bundan tashqari akkumulyatorlarimiz bor, amortizatorlarimiz bor, dvornikning suvlari bor. Xo'p, namoz ruchkalar, qaroch hamma narsa bor. Bu yerdan nomerni qoldiraman, bu yerning nomerini Optol bo'yicha deb yozib qo'ysam bo'ladi. Optol bo'yicha deb yozib qoldiraman bu yerning nomerini. Agarda sizlarga kerak zapchaslarni adını biladigan bo'lsangiz, telefon bahosin so'rashingiz mumkin. Dashmam ham keldinglar, xudo xolasa. Rossiyada dag'am. Qozog'da bir motor xodoy boksimiz, jova turib turganingizdan. Yatman. Hay? Geng no ishlatilishi aytib beraylik YouTube'ga. Havo. Bunda mikrofon geng. No ishlatiladi bu tarzda. Beda injektor tozalanadi. Injektor tozalanadi. Baraban yo'linadi. Baraban yo'linadi. Konditsioner zapravka. Remont. Hammasi ketaveradi. Motor remont etilib, xodoylar remont etiladi, to'g'rimi? Motor, xodoy, korobka, hammasi. Ko'p odam razvol balansirovkada bo'ladi. Razvol balansirovka qo'ygan. Yo'q. Razvol balansirovka yo'q. Xo'p, endi nelar aytib qo'yamiz? Adashmasam freon deb aytilarmadi. Freonni aytib qo'yamiz. Bizlarning ustaxonamiz bugungi kundagi ko'rinishi shunday ahvolda bo'lib turibdi. Shunday yerda joylashganini tushuntirib o'tdim. Aytiladigan xizmatlarni to'liq aytib tushuntirib o'tganman. Agarda sizlarga shu xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bu motor xodoy deb nomerni qoldiraman. Misol uchun no'mon makina turgan bo'lsa, konditsioner bo'larmi, boshqa bo'larmi, yo'llar bo'larmi, hammasini yechim topib berishga harakat etamiz. 3 ta nomer qoldiramiz shunda. Buni videoni pastida bo'lmasa, videoni o'zini 3 ta nomer yozib chiqaramiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, keyingi videomizda orqa ustaxonamizni obzor etib berishga harakat etaman, xudo xolasa.